Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar, kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bugun biz navbatdagi bemor bilan ko'rishamiz. Bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan opa. Qirg'iziston qayerdasiz? Qizilqayda. Qizilqayda. Xo'p, bemorimizda L3, L4, L4, L5, L5 S1 umurtqalarida 3 mm, 5 mm, 5 mm grija kasalligi bor va spondilartroz va anteroitrolestes, ya'ni umurtqa pog'onasi siljish kasalligi bor. Qaysi oyog'ingiz og'ridi? O'ng oyog'ingiz og'ridi. Men juda ko'p efirlarimda aytaman, aytaman opalar. Bemorlarni chap oyog'i og'rigandan ko'ra o'ng oyog'i og'rigani yomon bo'ladi deyman. Sababi bu yerda mana kuzatgan bo'lsangiz ko'rasizlar, yaqinroq olib kelaman. 3 mm, 5 mm, 5 mm grijadan tashqari mana spondilartroz, grija, protuziya. Asosiy mana spondilartroz bilan listez mana L4 umurtqichilik bo'lgan ishlayman. Listes kasalligi. Bu kasallik bo'yicha temir qo'yamiz deyshadi. Ko'p joyda. Xo'p. Opa siz necha yildan beri bemorman? 15 yildan beri. Chalingansiz 15 yildan beri. Qarang. 15 yildan beri dori-darmon qilib yuraveraman. Xo'p, xudo xolasa mana bu yo'nalish meditsina isbotlab bergan yo'nalish, ya'ni manual terapiyani hech kim afkas qila olmaydi. Harakati cheklangan umurtqalarni harakatini yaxshilash degan. Tomosha bo'lib yotamiz. 75 yoshdaman dedingiz. 75 da. Yaxshi. Yotamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Orqaga tashlaymiz. Bo'sh. Yaxshi, bu tomonga bo'lamiz. Ancha ochilib turdi. Bugun 5-kun, ha? Bugun 5-kun. Yaqinroq kelamiz xola menga. Zo'r bo'ldi. Keyin qarab o'tamiz, osmonga qarab o'tamiz. Qo'limizni berib turamiz xola. Bo'sh. Bo'l, qimirlamayapti. Xo'p, chidasa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Demoqchimanki, kimlardadir har xil holat bo'ladi-da. Meni onam deydi 70 yoshda, 75 yoshda, belida grija bor, manual terapiyaga yaraydimi, yo'qmi deydi. Nima uchun men sizni olib chiqdim bu yoqqa? Yoshi bemor, yosh katta bemorlarni suhbatlashganimiz sababi mana manual terapiyada chidasa bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Chidab 5-kun nojo'ya ta'sirini sezmadingizmi? Yo'q, yaxshi. Necha foiz o'zingizda o'zgarish sezdingiz? Ko'p o'zgardimda. Yaxshi. 30% bormi? Bor. Yaxshi. Demoqchiman, birinchi etapda. Birinchi etap. Men kelganingizda ko'rib aytganman, qiyshayib yurganingizda, opa. Sizni men 3 etap davolayman. Bosqichma-bosqich qilamiz dedim. Qarang. Bosqichma-bosqich deganim sababi faqatgina grija emas. Misol sizda 3 etap deganman. Nima uchun? Grijani o'zi tez yaxshi bo'ladi. Grijadan tashqari diagnozlar bo'lsa, bizda ham ozgina muddat kerak. Sababi bu kasallik var 15 yil bo'ldi deyapsiz, 7 yildan oshdi deyapsiz. 15 yillik kasalni bir etapda men ham eplab berishim qiyin. Menda ham ozgina muddat ketadi. Sizlardan gimnastika bajarasizlar uylarda. Uyga borib. Qattiq joyda yotasizlar. Rejimlarni saqlab berasizlar. Tushundinglar? Endi demoqchimanki, xudo xolasa siz yaxshi bo'lib qolsangiz, biz obro'yimizda falon joyga borib yaxshi bo'lib qopti degan gap biz uchun ham obro'y hisoblanadi. Endi buning uchun rejimlarga rioya qilasiz. Xo'p, sizga va bizni kuzatib turayotgan kuzatuvchilarimizga kanalimizdan Dilshod Muxtorov yoki Dilshod grija davolash deb yozsanglar YouTubedan chiqamiz. Bo'yin grija mashqlarimizni, bel umurtqa mashqlarimizni ko'rib bajarishlarini tavsiya beramiz. Xo'p, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.